Siz odatiy dunyoning chegarasida turibsiz. Atrofingizdagi hamma narsa tanish va tushunarli tuyuladi. Lekin to'satdan siz nimadir noto'g'ri ekanligini payqaysiz. Siz ishongan barcha narsalar xayol ekanini anglaysiz. Haqiqat. U go'yo dars ketayotgandek. Buni his qilyapsizmi? Bu dunyo sizga uyg'on deyotgan shu on. Lekin qanday tushunish mumkin? Nima real emas? Qanday qilib javoblarni topish mumkin? Agar hatto fizikaning qonunlari ham o'zgaruvchan va qarama-qarshi bo'lsa-chi? Haqiqat bu xayol. Bir vaqtlar men haqiqat bu faktlar deb o'ylardim. Qattiq va o'zgarmas. Ko'rgan narsangiz haqiqatdir. Lekin bir kuni men hayotimda bir voqea bilan yuzma-yuz keldim va bu menda shubha uyg'otdi. Hamma narsa rejaga muvofiq ketmadi. Loyiha muvaffaqiyatsiz tugadi. Do'stlar yuz o'girdi. Men esa tartibsizlik markazida turib, nega bunday bo'lganini tushunmadim. Javoblarni hamma joydan izladim. To bir fikr meni yoritguncha. Balki muammo dunyoda emas, menda bo'lsa-chi? Ehtimol bu haqiqat emas, balki mening qabul qilishimdir. Va men shuni angladim. Haqiqat bu aniq bir buyum emas. Bu qanday qarashimizdan iboratdir. Agar shunday bo'lsa, men uni o'zgartira olaman. So'ngra men tajriba o'tkazishni boshladim. Har safar noqulaylik bilan yuzma-yuz kelganimda o'zimga savol berdim. Bu vaziyatda qanday yaxshi tomonlarini ko'rsam bo'ladi? Dastlab bu qiyin edi. Shikoyat qilish odati kuchliroq edi. Lekin keyin sezdim. Agar o'zimni ijobiy tomonni izlashga majburlasam, ular paydo bo'ladi. Misol uchun, kechikib qolsam, hech bo'lmasa yo'lda quyosh botishini ko'raman deb o'ylardim. Asta-sekin miyam yaxshi tomonlarni izlashni o'rgandi. Haqiqat go'yo rangini o'zgartirdi. U oddiylikdan va zerikarlikdan yorqinroqga va rang-baranglikka aylana boshladi. Lekin qabul qilish moslashuvchanligini tushunish bu faqat birinchi qadam edi. Keyingi to'siq bu vaqt edi. U doim menga dushman bo'lib tuyulardi. Shoshilish, muddatlar, doim yetishmovchilik hissi. Lekin men o'yladim. Vaqtning o'zi ham illyuziya bo'lishi mumkinmi? Bir kuni men jimjitlikda o'tirib, vaqtni daryo deb tasavvur qildim. Men unga qarshi suzmasdan, shunchaki uning oqimida bo'lishga ruxsat berdim. O'sha kuni men shoshilmadim va to'satdan ko'proq narsaga ulgurishni boshladim. Ammo eng katta yutuq mening o'zimning e'tiqodlarim zanjir ekanligini tushungan paytim yuz berdi. Men doim shunday deb o'ylardim. Muvaffaqiyat bu kurash. Agar oson bo'lsa, noto'g'ri. Lekin bu eski ssenariy emasmi? Men uni qayta yozishga qaror qildim. Avvaliga bu bema'nilik bo'lib tuyuldi. Muvaffaqiyatni oson deb hisoblash mumkinmi? Lekin men sinab ko'rishga qaror qildim. Har safar qiyin vazifa bilan duch kelganimda o'zimga aytardim. Men buni oson hal qilaman. Agar zo'riqish paydo bo'lsa, unga qarshi kurashmadim. Shunchaki uni kuzatdim. Va keyin men shuni angladim. Agar mening fikrlarim haqiqatni shakllantirsa, men uning natijalarini tanlay olaman. Men hayotimning turli versiyalarini tasavvur qila boshladim. Biri kurashayotgan, boshqasi oqimda yashayotgan. Men ularni tanlamadim. Shunchaki mavjud bo'lishiga ruxsat berdim. Bu erkinlik hissini berdi. Endi murakkab tanlov oldida tursam, muvaffaqiyatsizlik qo'rquviga berilmayman. Men bilaman, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik birga mavjud bo'lishi mumkin. Qanday bo'lmasin, bu abadiy, bu yana bir imkoniyatdir.